Assalomu alaykum. O'g'illar yaxshimisizlar? Kakliklarimizni yangi joyga ko'chirgandik. Bular jo'jalari. Jo'jalarga ozgina bee'tibor bo'lib qolibmiz. Kechqurun svet o'chib qolibdi. Bular svetda turadi-da. Shamollab yaqin 10 tadan oshiq batareyamiz bo'libdi. Shunaqasi ham bo'ladi ichida. Jo'jalarimiz qolganlari, sog' qolganlari. Mana shu doridan qildik. Formasin. Vitatonik 10 milli. Shamollashga, jo'jalarga. Yaxshi effekti bo'ldi. O'tgan safar ham bir shunaqa bo'lganda qilgandim, yaxshi effekti bo'lgandi.